Assalomu alaykum sifatli asfalon obunachilari. Bugungi xonadonimiz xudo xolasa O'qchidamiz. 108 kvadratli xonadonimizni asfaltlarga yotqizib berdik. Bu videomiz YouTube'ga bo'lyapti. Xudo xolasa anchadan beri 3-4 minutlik video qo'ymaganimiz uchun so'raganlar bor ekan. Xo'p akalar, o'sha sizlar bilgan sifatli asfaltimizdan bo'lgan ko'rishlar ham mumkin. Mana toshlari ham mayda-mayda, eng kattasi ham mashinadek tosh bo'ladi. Xudo xolasa sizlarning xonadonlarga 100 kvadratgacha bo'lsa bosib beramiz. Undan kichigi bo'lsa necha qimmat tushib qoladi, keyin qoplamay qoladi sizlarni ham bizni ham. Ukulorlarga ham bitta e'tibor bersalar akalar, mana har 1 metriga 1 santimetrdan uklon berilgan. 1,5-1 santimetrdan berilgan. Keyin oyoq tagiga bu asfaltdan oldin shebembas, shepes bo'ladi, mayna bo'ladi. Asfaltimizga o'xshagan shepes bo'ladi. Shebembas. Metpsoy deyiladi bu o'zi asli. Keyin ko'p joylarda bunaqa chekkalarni ketmonlashmas ekan. Chekkalari ishib qolar ekan. Bizda xudo xolasa bunaqasi bo'lmaydi, ko'rishlar ham mumkin. Bu oq narsalar bilsalar ham hozir bahor teraydi guli bu. Asfaltda yo'q bunaqa narsasi. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Xizmatimiz kerak bo'lsa yoki qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rishlar ham mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinishda bitta xonadonimiz. Bilasizlar, biz hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab.